Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda 38-serverda administrator bo'lamiz va administrator bir kunda nima ishlar qiladi, administrator vazifasi nima, shular haqida gaplashamiz va ma'lumot beraman. Va qanday administrator bo'lish haqida ham ma'lumotlar berib o'taman. Ularni bilish uchun esa videoni oxirigacha tomosha qiling, bilib olasiz. Qani bo'lmasa videoga ketdik. Videoga ham o'tib oldik. Endi administrator nima ish qiladi, shular haqida gaplashamiz. Administrator nima ish qiladi? O'yindagi erta vaziyat, qoidabuzarliklar, shular haqida qoidani saqlaydi. Va o'yin qoidasi buzilishi administratorlar hammasiga ko'rinadi. Hozir men ko'rinishni o'chirib qo'yganman. Bu ma'lumotlar hammaga nom bo'lmasligi uchun. Kim kimni o'ldirdi, nima qildi, hammasi ko'rinib turadi. Hozir men bularni o'chirib qo'yganman, sababi yuqori ma'muriyat mumkin emas deyilgan bu haqda. Hozir ham hamma narsani ham ko'rsatib bera olmayman va men bir level administratorman. Nima ishlar qila olishimni hozir shular haqida ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana hozir biz admin zonadamiz. Men bir level administratorman, hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir bir level administratorni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ko'rib turibsizlar, birinchi darajani ularni nimalar qila olishi ko'rinib turibdi. Birinchi level administratorda asosiy ishimiz reportlarga javob berib o'tirish, yana odamlarni SP qilib yordam so'raganda kuzatish, mashinasini tuzatish. Masalan, hammani ham mashinasini tuzatmaydi administrator, so'rab o'tirish mumkin emas. Mashinani tuzating, bunday qiling deb xizmat yo'q administratorlikda. Yana administratorlikda shulardan iborat. Yana administrator bo'lish haqida ham ma'lumotlar berib o'taman. Bu Discord orqali bo'ladi. Discord orqali siz ariza tashlaysiz. Arizangizni tashlaganingizdan so'ng u tekshiriladi. Agar tasdiqlansa, obzonga qabul qilinasiz. Obzondan o'tsangiz administrator bo'lasiz. Ammo o'tish ham oson narsa emas. O'yin kodlarini yaxshilab, pravilasini yodlashingiz kerak bo'ladi bunda. Yana keyingi videolarda administratorga ariza tashlash haqida video qo'yaman. Agar shunday kerak bo'lsa, kommentariyaga shunday fikringizni yozib qoldiring, qo'ying deb. Endi bugungi videomiz o'z yakuniga yetdi. Hammaga xayr.